Salom hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bitim imtihonlarga ham sanoqli kunlar qoldi. Xo'sh, mana bugun sizlar bilan asosiy variant 8-variant tahlilni ko'rib chiqamiz, asosiy blok uchun. Xo'sh, diqqat qilinglar, birinchi savol. Demak, bizga berilgan ifoda x teng 1/2 plus 4/3 minus 1/5 va mana bu 5/2 plus 5/3 plus 11/5 ni x orqali ifodalaydigan. Buni t deb belgilab olamiz. Biz hozir t ni topishimiz kerak. Ikkalasini qo'shib o'ramiz. Shunda t plus x teng bo'ladi 1/2 ga, mana bunga e'tibor bering. 1/2 ga 5/2 ni qo'shsak 6/2 bo'ladi, bu 3 degani. Plus 4/3 ga 5/3 ni qo'shsak 9/3 bo'ladi, bu 3 degani. Minus 1/5 ga plus 11/5 qo'shsak 10/5 bo'ladi, bu 2 degani. Shunda bizda t teng bo'ladi 8 minus x ga. Javob C. Ikkinchi savol. Tenglamani yeching. Xo'sh, diqqat qilinglar, bu tenglamada birinchi kasrni 2/9 ko'paytirilgan 2/7 deb yozib olishimiz mumkin. Bu teng bo'ladi 2/21x ga. Endi bu 2 bilan buni qisqartirishimiz mumkin. Mana bu 7 bilan 21dagi 7 ni qisqartirsak 3 qoladi. 3 bilan 9dagi 3 qisqartirsak bu joyda 3 qoladi. 2/3 teng bo'ladi 1/x ga. X'imiz teng bo'ladi 3/2 ga. Javob B. Keyingi savol, uchinchisi. Tengsizlikni eng katta butun yechimini toping debdi. Demak, bu tengsizlikda proporsiya yo'lidan foydalanmaymiz. Sababi buni tushuntirib ketaman. Proporsiya yo'lidan foydalansak, mana bu tengsizlikni ikkinchi tarafiga ko'paytirish bo'lib o'tadi. Lekin biz 5x plus 2 ni qanaqa sonligini bilmaymiz, ya'ni musbat yoki manfiyligini bilmaymiz. Agar musbat son bo'lsa ishora almashishi kerak emas, agar manfiy bo'lsa ishora o'zgarishi kerak. O'shani aniq bilmaganimiz uchun bu holatlarda barcha hadlarni tengsizlikni bitta tarafga olib o'tib ishlaymiz. Umumiy mahraj beramiz. Buni 5x plus 2 ga ko'paytiraman, buni 3 ga ko'paytiraman. Shunda menda 12 minus 5x minus ta'sir qilgan hisobiga minus 2 bo'ladi, taqsim 3 ko'paygan 5x plus 2 katta 0 dan. Xo'sh, minus 5x plus 10 taqsim 3 ni qisqartirib olsak bo'ladi, ya'ni yozmasak ham bo'ladi. Ishoraga ta'sir qilmaydi musbat bo'lgani uchun. Mana shu holatda bo'ladi. Minus 5 ga bo'lib o'radigan bo'lsak, soddalashtirib x minus 2 qoladi suratda ifoda. 5x plus 2 bu mahrajda bo'ladi va minusga bo'lgani uchun ishora almashadi. Endi suratni ham mahrajini ham 0 ga tenglaymiz. Son o'qida u nuqtalarni belgilaymiz. 2/5 minus va 2. Tenglik yo'q, shuning uchun bu nuqtalar kirmaydi. Ishorani tekshirsak musbat, manfiy, musbat. Mana bu oraliq bizni yechimlar to'plamimiz bo'ladi. Eng katta butun yechimini toping debdi. Eng katta butun yechim mana bu 1 ga teng bo'ladi, 2 kirmagani uchun. Javob A. Keyingi savol, 4-inchisi. Agar x'imiz 0 dan katta musbat son bo'ladigan bo'lsa, mana shu ifodani ishlashimiz kerak ekan. Xo'sh, 2/x taqsim 3 bo'lgani uchun buni 2/3x deb yozsak bo'ladi. Minus keyingisida x suratga chiqadigan bo'lsa 3x taqsim 2 teng 0. Endi 2/3x teng 3x taqsim 2 ga proporsiya yo'lidan foydalansak, bizda 9x kvadrat teng bo'ladi 4 ga, x kvadratimiz teng bo'ladi 4/9 ga. Endi ildiz olamiz ikkala tarafidan. Bundan modulli x chiqadi teng 2/3 ga. Modulni qanaqa ochamiz? U uchun berilgan shart bor. Mana x'imiz 0 dan katta bo'lgani uchun musbat ochamiz.
Shunda 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Xo'sh, va bu javob C ga to'g'ri kelar ekan. 5-savol. Natural sonlar uchun quyidagi tenglik to'g'ri bo'lsa, yig'indini toping degan. Xo'sh, diqqat qilamiz. 1 taqsim z. Z natural son bo'lsa, buni mana bu yo'l bo'yicha ishlasak osonroq bo'ladi. X plus 2 taqsim mahraj beramiz. YZ plus 1 taqsim Z yuqoriga chiqib ketadi. Teng noto'g'ri kasrga aylantirsak 27 31 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Tenglik ikkinchi qismi. Xo'sh, yana umumiy mahraj beramiz. X y z plus x plus 2 z taqsim y z plus 1 teng bo'ladi 31 taqsim 9 ga. 31 taqsim 9 qisqarmaydi. O'shaning uchun mana bu y z plus 1 ni 9 ga teng deb olamiz. X y z plus x plus 2z ni 31 ga teng deymiz. Xo'sh, shunda mana bu joyda y z teng bo'ladi 8 ga. Mana bu joy bizda 8 ga teng bo'ladi. Va 8x mana bu bilan 9x plus 2z teng bo'ladi 31 ga. Endi raqam tanlash yo'li bilan ishlasak ham bo'ladi. Diqqat qilinglar. Z'imiz mana 8 ga karrali son. 8 ga karrali son bo'lsa, z bo'lishi mumkin 1 bo'lishi mumkin 2, 4 va 8. Agar z o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, 2 tenglikka ikkinchi qismiga qarama-qarshi ishorada o'tadigan bo'lsa, 29 qoladi. 9x teng 29 bo'ladi. Lekin x'imiz natural son bo'lgani uchun bu to'g'ri kelmaydi. Demak, 1 to'g'ri kelmadi, 2 ni qo'yamiz. 4 bo'ladi. 4 ikkinchi qismga o'tsa, bizda 9x teng 27 qoladi. Bu to'g'ri keladi. Endi x'imiz bu holatda nima bo'ladi? 9 ni 27 ga bo'lsam 3 bo'ladi. Agar z bizda 2 bo'ladigan bo'lsa, y'imiz 4 bo'ldi. Ana endi buni tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. O'rniga qo'yib, mana 3 plus 2 taqsim y'imiz 4, 4 plus 1 taqsim z bizda 2 bo'ldi. Mana shu 3.4 taqsim 9 ga teng bo'lishi kerak. Keyin mahraj beramiz. 3 plus keyin yuqoriga chiqadi. 4 taqsim 8 9. Endi 3.4 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bizdan yig'indini so'ragan. Yig'indi 3 plus 4 plus 2. 6 9 ga teng bo'lar ekan. Javob C. 6-si, agar ABCD parallelogramda quyidagilar berilgan bo'lsa, KH ni so'ragan. KH ni. Mana bu x masofani so'ragan. Xo'sh, endi mana bu savolda qanday yo'l tutsak bo'ladi? Mana bu shartida A ni 13 ga bering. Tengligi ham bor. Hozir bu narsani yozib qo'yamiz. A 13 ga teng. Endi qaranglar. Mana bu ham DC tomonga perpendikulyar bo'ladi va mana bu 13 ga teng bo'lsa, bu 10. HB 5. 5 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchak CH to'liq. Bizda 12 bo'ladi. Endi mana bu joygacha bo'lgani x bo'lsa, yuqori K si 12 minus x ga teng bo'ladi. Vertikal burchaklar bizda
mana bular alfa desam teng bo'ladi va mana buni beta deb belgilaydigan bo'lsam, yuqorida d burchakning ikkinchi qismi ham betaga teng bo'ladi. Va o'xshash uchburchaklarni ko'rishimiz mumkin. Shunda bizda mos tomonlar x ni 12 minus x ga nisbati teng 5 ni alfani qarshisidagi tomon, alfani qarshidagi 15 ga nisbati. Xo'sh, 5 taqsim 15 qisqarsa 3 ga proporsiya qilamiz. 3x teng bo'ladi 12 minus x ga. 4x imiz teng bo'ladi 12 ga, x imiz teng 3 ga. Demak, javob D. 7-savol. Xo'sh, bunda agar bo'lsa a necha xonali son bo'ladi debdi. Diqqat qilinglar. 2 ni kvadratini 3-chisi deb yozsam bo'ladi, 4-chinsini. 25 ni 5 ni kvadratini 4-chisi deb yozishim mumkin. Shunda 2 ni 6-chisi, 5 ni 8-chisi. Endi 2 ni 6-chisi, 5 ni 6-chisi va 5 ni kvadratini alohida yozib olaman va mana bu bizda 10 ni 6-chisi bo'ladi, ko'paygan 25. 10 ni 6-chisi degani bir orqasida 6 ta 0 bor. 1 bilan hisoblasa 7 xonali son. Endi ana o'sha songa 25 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 8 xonali songa aylanadi u. 25 2 xonali son bo'lgani uchun. Javob C. 8-savol. Tenglikni eng kichik butun yechimini toping. Xo'sh, 2 ni darajasiga keltirib olamiz. 4 ni darajasiga keltirsak ham bo'ladi. 4 ni 2m minus 1-chisi katta. 4 ni 1/16 degani minus 2-chisi. Endi mana bu darajaga ko'payadigan bo'lsa, m plus 7 ga ko'payadi-da. 4 ko'rsatishli tengsizlik, asoslarimiz 1 dan katta bo'lgani uchun asoslarni tashlab yuboramizda bizda minus 2m minus 14 bo'ladi. Ishora almashmaydi. 4m katta minus 13 dan. M katta minus 13 taqsim 4 dan bo'ladi. Eng kichik butun yechimini toping debdi. Minus 3 butun bo'lsa, minus 3 ni olsak bo'ladi. Chunki 3 dan kattaroq son 13 taqsim 4 degani. Shuning uchun eng kichik butun yechim minus 3 bo'ladi. 9-savolimiz. Xo'sh. Buni 2 plus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 minus 2 plus 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus 3 plus 4 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 minus 4 plus 5 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 plus va hokazo. Mana bunisi bo'lsa 103 plus 104 taqsim 103 ko'paytirilgan 104 deb yozib olsak bo'ladi. Minus buni ham 104 plus 105 taqsim 104 ko'paytirilgan 105 bo'ladi. Endi mana buni ko'rsatib beraman. Alohida yozadigan bo'lsa 2 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 plus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 minus 2 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus birinchi shu 3 bo'lsin. Plus, lekin mana bu minus hisobiga bu ham minusga aylanadi. 2 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus 4 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 minus yo plus o'rtada 3 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 minus 5 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 minus 4 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 plus va hokazo 104 taqsim 103 ko'paytirilgan 104 plus 103 taqsim 103 ko'paytirilgan 104 minus 105 taqsim 104 ko'paytirilgan 105 minus 104 taqsim 104 ko'paytirilgan 105 bo'ladi. Endi qisqarishiga e'tibor beramiz bularni.
mana bu joyda 2 bilan 2 qisqaradi, 1 taqsim 1 qoladi. Plus keyingisida 1 taqsim 2 ni o'zi minus keyingisida 3 lar qisqaradi, 1 taqsim 2 minus keyingisida 2 lar qisqaradi, 1 taqsim 3 plus keyingisida 4 lar qisqaradi, 1 taqsim 3 plus 3 lar qisqaradi, 1 taqsim 4 minus keyingisida 5 lar qisqaradi, 1 taqsim 4 minus 4 lar qisqarsa 1 taqsim 5 plus keyingisida 1 taqsim 5 bo'ladi va hokazo 104 qisqarsa 1 taqsim 103 plus 1 taqsim 104 bo'ladi minus 1 taqsim 104 minus 1 taqsim 105 bo'ladi. Diqqat qilamiz. Mana bu joydan qisqarish boshladi. Hammasi bir-biri bilan qisqarib ketadi. Boshida 1 taqsim 1 ya'ni 1 qoladi, minus oxirida cherisiz 1 taqsim 105 qoladi. Bu degani 104 taqsim 105. Xo'sh, javobsi. Shuni tezlashtirilgan variantda ishlasanglar, vaqtdan ishlasanglar. 10-savolimiz hop quyidagicha. Modulda x tenglamani haqiqiy ildizlar yig'indisini toping degan. Diqqat qilamiz. X modulda x biz tomonga o'tib olamiz. Minus 5x plus 6 teng 0 ga. Modulni chegarasi 0. A oraliq B oraliqda ochamiz. A da manfiy ochiladi. Ya'ni minus x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0 bo'ladi. X kvadrat minus ko'paytirib olsak plus 5x minus 6 teng 0. Bu 7 teoremasdan bilishimiz mumkin. x1 minus 6 x2 1. Endi bizda 0 dan kichkina minus 6 yechimi bor, 1 kirmaydi. B oraliqda musbat ochiladi modul x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. x1 2 x2 3 yechimlar bo'ladi. Ikkalasi ham musbat to'g'ri keladi. Endi haqiqiy ildizlar yig'indisini toping degan. Minus 6 plus 2 plus 3 bu minus 1 ga teng bo'ladi. Javob C. 11-savolimiz agar bo'lsa mana bu nimaga teng degan. Diqqat qilinglar. 3 ni 2x insi, ya'ni minus 1-sini taqsim 3 deyishimiz mumkin. Bu teng 12 ga. Endi buni 3 ni ko'paytiradigan bo'lsam tenglik ikkinchi qismiga 3 ni 2x insi teng bo'ladi 36 ga. Ya'ni 3 kare 12. Endi ikkala tarafdan kvadrat ildiz olsak, mana bundan 3 ni x insi chiqadi, bundan 6 chiqadi. Demak 3 x insi bizda 6. Endi 3 ni x minus 1-sini so'ragan. Bu degani 3 ni x insi taqsim 3 degani. 6 taqsim 3 2 bo'ladi. Javob A. 12-savolimiz hisoblang. Bu kabi savolni ko'p ko'rganmiz. 6-darajali ildiz ostida 2 ni 4-sidan 4 ta, ya'ni 4 ko'paytirilgan 2 ni 4-si. Taqsim 5-darajali ildiz ostida 3 ni 4-sidan 3 ta, ya'ni 3 ko'paytirilgan 3 ni 4-si. Endi buni yozishimiz mumkin. 4 ni 2 ni kvadrati 6-darajali ildiz ostida mana 2 ni kvadrati ko'paygan 2 ni 4-si. Taqsim 5-darajali ildiz ostida 3 ni 5-si bo'ladi. Suratdan 2 ni 6-si bo'ladi. Suratdan 2, mahrajdan 3 chiqadi. 2 taqsim 3 B javobga to'g'ri kelar ekan. 13-savol. Agar to'g'ri burchakli parallelipipedda AB6 AB mana asosdagi qirra BC 3 mana belgilab ketaman. Bu 6 BC bunisi 3 JC ya'ni balandlik 6 va HK Hdan K gacha bo'lgan masofa 2 ekan. Kosinus KHB KHB mana bu burchakni alfa desak kosinusini so'ragan.
topishga harakat qilamiz bu burchak kosinusini. Endi mana bu joydan diagonal o'tkazsak. Mana. Va HJ bizda umumiy kesma bo'lsa. Bu bunga perpendikulyar. Biz nima qilamiz? Bu alfani kosinusini topish uchun qarshisidagi katetni gipotenuzani topamiz. Keyin bu bemalol kosinus alfani topishimiz mumkin bo'ladi. Bizda gipotenuza o'rnida HB kelgan. Uni topish usuli mana 6 3 asos diagonal uzunligini topamiz. 6 ning kvadratiga 3 ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, mana bu 3 bo'lsa. Xo'sh, bizda mana bu balandligimiz ham 6. Umumiy topib ketaylik. Mana bu D bo'lsa, D to'g'ri burchakli parallelipedda ilzosi D 6 ning kvadrati 36 plus 3 ning kvadrati 9 plus yana balandlikni 6 ning kvadrati 36. Buni bilasizlar. D imiz teng bo'ladi shunda 72 81. Bundan 9 chiqadi. Mana bu masofa 9 ga teng ekan. Yon yoqni diagonali 3 6 bo'ladigan bo'lsa, yon yoqni diagonali mana bu 36 ga 9 bo'ladi, 45. Bu degani 3 ilzosida 5 degani. Endi kosinus alfamiz bu qarshisiga katet bizga yopishgan katet kerak. Mana bu 6. Ana endi shundan topsak bo'ladi. 6 ni D ga, ya'ni 9 ga nisbati. Bu 3 ga qisqarsa 2 taqsim 3 bo'ladi. Xo'sh, bu 2 taqsim 3 bizada C javobga to'g'ri kelar ekan. o'n to'rtinchi savolimiz. Agar D1 D2 ga parallel bo'lib 50 gradus ma'lumotlar berilgan, bizdan x so'ragan. Mana. Endi diqqat qilinglar. Buni parallel davom ettirishimiz mumkin. Mana bu parallel kesmalar. Parallel davom ettiradigan bo'lsak, mana bu kesma ham davom etsa, bizda mana bu joyda uchburchak hosil bo'lib qoladi. Bu uchburchak mana bu 50 gradus bo'lsa, bu ham 50 gradusga teng bo'ladi. Buni davom etdim parallel. Mana buni davom ettirish mumkin parallel. Mana bu tomon bilan 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchakni topamiz. Bu burchakni qanday topamiz? Bu 50 gradusga teng. Bu ham 50 gradusga teng ichki almashinuvchi burchak. Bu 75 bo'lsa, mana bu ikkinchi burchagimiz bizda 105 gradus bo'ladi. 105 50 155. Unda bu burchakka 25 gradus qoladi. Shunda uch burchak ichki burchaklarimiz 180 graduslikdan chiqdi. 15-si soddalashtirish kerak. Shu holatda surat x ni kvadrati minus a ni kvadrati x ning to'la kvadratiga teng bo'lar ekan. Maxraj a kvadrat minus x ni kvadratiga teng bo'lar ekan. Endi bize suratidan x ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, x minus a kvadrat qoladi va buni ham to'liq bizda kvadrati. Maxraj a kvadrat minus x ni x kvadrat minus x minus a ni kvadrati deb yozsak ham bo'ladi. Qavs ochiladigan bo'lsa, daraja hammasiga ta'sir qiladi. X kvadrat x minus a ni kvadrati taqsim x minus a ni kvadrati bo'ladi. Bu qavslar ketadi va bizda x kvadrat qoladi. Javob C.
16 savol. Agar a plus b ilzosida 7 va b minus c ilzosida 5 bo'lsa, mana bu qiymatni hisoblashimiz kerak ekan. Xo'sh, buni qanday hisoblasak bo'ladi? Qaranglar. A kvadrat minus c kvadratni a minus c a plus c deb belgilab olamiz va o'rtadagi 2ab 2bc dan 2b ni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. A plus c qoladi. Endi a plus c ni olib chiqib ketadigan bo'lsak qavsdan tashqariga a minus c plus 2b qoladi. Xo'sh, a plus c bizada berilgan ifodalardan kelib chiqib o'rtoqlar, mana diqqat qilinglar. A plus b teng ilzosida 7, b minus c teng ilzosida 5. Shuni qo'shib yuboradigan bo'lsak, a minus c plus 2b bo'lib qolar ekan. Bu ilzosida 7 plus ilzosida 5 degan. Va bu diqqat qilinglar. Ilzosida 7 minus ilzosida 5. Mana bu qavsga to'g'ri keladi. A plus c ni topish uchun biz buni bir safar ayiramiz bir-biridan. Ayiradigan bo'lsak, b lar qisqarib ketadi, a plus c qoladi, ilzosida 7 minus ilzosida 5 bo'ladi. Mana bu birinchi qavsga to'g'ri kelar ekan. Ilzosida 7, bunisi plus, bunisi ilzosida 7 minus 5. Kvadratlar ayirmasiga to'g'ri keldi bu. 7 minus 5 bo'ladi va 2 ga teng bo'ladi. Oson savollar. 17-savolimiz. Binom yoyilganda o'rtadagi hadi nimaga teng bo'ladi? Xo'sh, o'rtadagi hadi. Buni mana bu yo'ldan foydalansak bo'ladi. Ya'ni x minus 4 plus 4 taqsim x ning kvadratini deb yozib olamiz, 4-darajani va birinchi qavsni ochamiz formula bo'yicha. X kvadrat plus 16 plus 16 taqsim x plus 2 ko'paytirilgan 4 bo'ladi. Birinchisi bilan uchinchisi ko'payadi. Minus 4x bo'ladi. Xo'sh, minus 16 taqsim x bo'ladi. Mana shuni yana kvadratga oshirish kerak. Qavslarni ochamiz. X kvadrat plus 16 plus 16 taqsim x plus 8 minus 8x minus 32 taqsim x bo'ladi. Shuni kvadrat. Buni ixchamlaydigan bo'lsak, x kvadrat minus 8x minus 16 taqsim x 16 plus 8 bizada nima bo'ladi? 24 bo'ladi. Shuni kvadrat. Xo'p, qaranglar, hozir bu yo'l bo'yicha davom etadigan bo'lsak, ozgina cho'zilib ketar ekan. Shuning uchun birinchi berilgan qismda mahrij berib olsak, agar barchasiga x kvadrat minus 4x plus 4 bo'ladi, taqsim x bo'ladi va shuni 4-inchisi. Endi qavscha x minus 2 ni kvadratiga yig'iladi, taqsim x 4-inchisi bo'ladi. Va bu bizada x minus 2 ni 8-inchisi taqsim x ni 4-inchisi bo'ladi. Endi o'rtadagi xat deyilganda, mana buni binom bo'yicha yo'yadigan bo'lsak, o'rtadagi xat 4-xat bo'ladi. 8 ta ifoda bo'lgandan keyin 8 ni 4-inchisi va x ni 4-inchisi minus 2 ni 4-inchisi bo'ladi. Taqsim x ni 4-inchisi. X ni 4-inchilar qisqarib ketadi va 8 dan 4 degani 5 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 8 taqsim yana 4 faktorial. 6 kara 4 degani.
24 bo'ladi 4 faktorial va minus 2 to'rtinchisi bor bizda 16 yozib qo'yaman buni. 6 ile ketdi, 4 bilan 8 qisqardi, 2 qoldi. 10. 16 ni 7 ga ko'paytirishim kerak. 70 42 70 ga 42 bo'lsa 1112 bo'ladi. 10 bilan 1120. Javobimiz D. 18-savol. Bizda muntazam 6 burchakning AD va EC diagonallari K nuqtada kesishadi. X ni so'ragan. X burchagini. Xo'p, demak muntazam 6 burchagimiz bitta ichki burchagi 120 gradusga to'g'ri keladi. Buni qaysi formuladan bildik? N 180 ko'paygan n-2 ni 6 ga, ya'ni n ga bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda 120 chiqadi. 120. Endi mana bu katta diagonal uni 2 ga bo'ladi. 60 gradus bo'ladi. Xo'sh, mana bu to'liq 120 bo'lgandan keyin EC diagonal uni qolgan burchaklar, ya'ni 3 burchak ichki burchaklar 180 gradusga teng bo'lgani uchun 30 gradusdan to'g'ri keladi bularga. Va mana bu burchagimizga 90 gradus qoladi o'z-o'zidan. Demak, x burchagimiz ham 90 gradusga teng. 19-savol. Agar konusda AC teng ST ga, AC ST ga teng chizmada ko'rinib turibdi. AC 6, mana buni ham ko'rdik. Va OB 4 bo'lsa, shu konusning yon sirtini toping. Yon sirti bizda S yonimiz I R L bilan topiladi. Radius bor bizda 4, L ni topsak bo'ldi. Mana bu qismni davom ettiraman. Bu bizda 4 ga teng bo'ladi. Endi o'xshashlik olishimiz mumkin o'q kesimlarda. Mana bu joydagi o'xshashlik 6 bo'lsa, mana bu 4 bo'ladigan bo'lsa, buni L deymiz. Xo'sh, shunda qaysi burchaklar tengligini bila olishimiz kerak. Mana bu burchak umumiy burchak bizda. Alfa desak. Xo'sh. 6 bilan AC bilan L ni parallelligi berilmagan bizda. Bu umumiy alfa burchagimiz bo'ladigan bo'lsa, yana qaysi burchakni topamiz? Burchak bilan yuqoridagi burchak. Mana bu kesma o'rta chiziq bo'ladi, 4 ga teng bo'ladi. Mana bu kesmamiz ham 6 ga teng bo'ladi agar buni chizib oladigan bo'lsak. Bu parallel, mana buni parallelligidan foydalansak bo'ladi. Bu parallel bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu burchak bilan bu burchak teng. Bunisi bilan mana bu burchak. Endi yuqorgi qismida o'xshashlik olsak bo'ladi. Mana buni x desam, belgilasam, 8 ni 4 ga nisbati 8 ni 4 ga nisbati umumiy 2x ni x ga nisbatiga teng bo'ladi. Bu bizda ayniyat bo'lib qolar ekan. Hozir bu joyda o'rtoqlar eng yaxshi variant mana hozirgi ishlarimiz ortiqcha ish, eng optimal variantdan foydalanamiz. Xo'sh, T'dan balandlik tushiramiz. Mana balandlik. Mana bu bizda radius. Endi bu perpendikulyar. Mana bu OC mediana. Mediana gipotenuzdan teng 2 ga bo'ladi va o'zi ham shu bo'lakligi teng bo'ladi. Ana shu qissaga ko'ra
Ular ham 6 dan bo'ladi. Shunda L bizda 12 bo'ladi. 12 ko'paytirilgan radiusdir pi. Xo'sh, 48 pi ga teng bo'lar ekan. C javobi to'g'ri keladi bu. 20-savol. Tenglamani pi taqsim q pi oralig'ida nechta yechimi bor? Xo'sh, yaxshi. Mana bu tenglamani ko'paytuvchiga ajratamiz va ko'paytuvchiga ajratganimizdan keyin har bir xavfni nolga tenglab ishlashimiz mumkin bo'ladi. Diqqat qilinglar. To'rt kosinus kvadrat x minus 4 sinus kvadrat x desak bo'ladi va bizda 5 ta kosinus kvadrat x dan bitta kosinus kvadrat x qoldi. Minus kosinus x ko'paytirilgan sinus x teng 0. Mana bu joyda to'g'ri qavsdan tashqariga olib chiqsak bo'ladi va kosinus kvadrat x ni formula bo'yicha 2 ga ajratamiz. Kosinus x plus sinus x kosinus x minus sinus x plus kosinus x olib chiqaman keyingi ikkita ifodadan kosinus x minus sinus x qoladi teng 0. Endi biz kosinus x minus sinus x ni umumiy olib chiqib ketamiz qavsdan tashqari. Nima qoladi? 4 ta kosinus x plus 4 ta sinus x plus kosinus x qoladi keyingi qavsda teng 0. Har birini 0 ga tenglayman. Kosinus x minus sinus x teng 0 degani tangens ximiz 1 degani. Xo'sh, qachon tangens x 1 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 4 plus pi endi. Ikkinchi qavsga e'tibor beradigan bo'lsak, 5 ta kosinus x teng bo'lishi kerak minus 4 ta sinus x ga. Nisbat oladigan bo'lsak, tangens ximiz teng bo'ladi minus 4 taqsim 5 ga x teng arc tangens minus 4 taqsim 5 plus pi n bo'ladi. Endi bizda yechimlarni ikkinchi chorakda so'ragan. Ikkinchi chorakda tangensimiz manfiy ishoraga ega. Mana bu joyda pi taqsim 4 va keyingi yechimimiz mana bu joyda 5 pi taqsim 4 bo'ladi. Birinchi yechimimiz mana shu ikkita nuqtada. Ikkinchi chorakda yo'q yechimi. Endi arc tangens minus 4 taqsim 5 ikkinchi chorakda yechimi bor. 2 va 4 da yechimi bo'ladi. Bizga to'g'ri keladigan javob mana bu ikkinchi chorakdagi bitta yechim. 21-savol. Integral. Modulli integral. Xo'sh, modulli integralni mana 0 dan 3 gacha x minus 1 ko'rinishda yozib olamiz. Dx teng. Demak, chegaramiz 1. Bizda 0 dan 1 gacha modulimiz manfiy ochiladi. Shunda minus x kvadrat plus x dx bo'ladi. Plus endi 1 dan 2 gacha musbat ochiladi. X kvadrat minus x dx. Minus x ni 3 taqsim 3 plus x kvadrat taqsim 2 0 dan 1 gacha plus x ni 3 taqsim 3 minus x kvadrat taqsim 2 1 dan 2 gacha deb yozib qo'yaman mana bu joyda. 1 dan 3 gacha bo'ladi. Mana 1 dan 3 gacha. Birinchisini hisoblaymiz, 1 qo'yamiz, minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Ayiraman 0 qo'yganimni, lekin 0 qo'yadigan bo'lsam, hammasi 0 ga aylanib ketadi. Shuning uchun ikkinchisida davom etamiz. 3 qo'yamiz. 20 taqsim 3 bu 9 bo'ladi. Minus 9 taqsim 2 keyingisi. Ayiraman, 1 qo'yaman. 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Buni hammasini hisoblaymiz. 1 taqsim 2 1 taqsim 2 1 bizda mana bu 9 bilan 10
Endi 10 dan ayiramiz 2 taqsim 3 ni, yana 9 taqsim 2 ni. Mahraj beradigan bo'lsak, agar 10 dan 4,5 ayirib birinchi 5,5 qoladi. 5,5 degani bizda 11 taqsim 2 degani minus 2 taqsim 3. Buni 3 ga ko'paytiraman, buni 2 ga ko'paytiraman. Shunda 33 dan 4 ayiramiz. 29 taqsim 6 bo'lar. Mana bu B javobda. Xo'sh, 22-savol. X teng 1 to'g'ri chiziqqa nisbatan chiziqli funksiya simmetrik bo'lgan funksiyani toping debdi. 1 bo'lgan to'g'ri chiziqqa nisbatan. Mana shu savol uchun umumiy formula yozib beraman. Y teng x plus b funksiyani x teng qandaydir s to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chiradigan bo'lsak, funksiyamiz y teng minus kx plus 2ks plus b bo'ladi. Mana formula. Endi shu formulaga qo'yadigan bo'lsak, bizda y teng minus 8x plus 3 funksiyamiz x teng 1 to'g'ri. Y teng minus kx bo'lsa 8x bo'lar ekan. Xo'sh, plus 2ks. Shunda 2 ko'paytirilgan k bizda minus 8 bo'lgani uchun minus qo'ydim mana oldiga. Ko'paytirilgan 8, ko'paytirilgan s 1 bizda. Plus b plus 3 shunda. Xo'sh, bu 8x 16 bo'lsa minus 13 bo'ladi. Mana bu A javobda ekan. 23-savol. Do'kon 3 kunda jami 175 kg kartoshka sotdi. Agar ikkinchi kun 3-kunga nisbatan 1,5 marta ko'p. 1,5 marta ko'p. Birinchi kun esa ikkinchi kunga nisbatan. Mana shunda belgilab olamiz. Hozir kunlari x, y, z desak, ikkinchi kun 3-kunga nisbatan. Ikkinchi kun mana y 3-kunga nisbatan 1,5 marta ko'p. Shunda y ni z ga bo'lsam 1,5, ya'ni 3 taqsim 2 degani. Birinchi kun esa ikkinchi kunga nisbatan 2,4 marta kam. Bu degani endi ikkinchi kunni birinchi kunga bo'ladigan bo'lsam, birinchi kun kam degan-ku. 2,4 chiqadi. Do'kon birinchi kun necha kilogramm kartoshka sotgan? Xo'sh, bizda mana x plus y plus z imiz 175. Mana berilgan shartlarni yozib oldik. Mana bu y taqsim x imiz 24 taqsim 10 yoki 12 taqsim 5 deb yozib olsak bo'ladi. Endi shartlar bo'yicha hammasini y orqali ifodalab olamiz. Mana z imiz teng bo'ladi proporsiya yo'ldan foydalansak. 2y taqsim 3 ga. Bunda mana x imiz teng bo'ladi 5y taqsim 12 ga. O'rniga qo'yamiz. X o'rniga 5y taqsim 12 ni plus y qoladi. Z o'rniga 2y taqsim 3 ni teng 175. Mahraj beradigan bo'lsak, buni 12 ga, buni 4 ga ko'paytiramiz. Bizda 5y, 12y, 17 bo'ldi. Mana bu 4 ga ko'payadigan bo'lsa 8, 25y taqsim 12 teng bo'lar ekan 175 ga. Y ni topadigan bo'lsak, 175 ni 12 ga ko'paytirib 25 ga bo'lishimiz kerak. Bu bilan bu qisqaradi, 7 bo'ladi. Shunda 84 bo'lar ekan. Y'imiz. X topishimiz kerak bizga. 5 ko'paytirilgan 84 taqsim 12. Bular qisqaradi, 7 bo'ladi va 35 kilogramm javobi chiqadi. 24-savol. Alfa tekislik va uni kesib o'tmaydigan AB kesma berilgan. Buni tasvirlashga harakat qilamiz.
mana bizada alfa tekislik va uni kesib o'tmaydigan AB kesma. Tekislikkacha bo'lgan masofalar bor bizda. Masofalarimiz 2 santimetrga 7 santimetr ekan. Mana A uchidan boshlab hisoblaganda AB kesmani uchuvga nisbatda bo'luvchi nuqtadan alfa tekislikkacha bo'lgan eng qisqa masofani toping degan. Demak, A uchidan boshlab hisoblaganda qanaqadir S nuqta desak, 3x 2x uchuvga nisbatda bo'ladigan nuqtani tekislikkacha bo'lgan masofasini topgin degan savol qo'yilgan. Diqqat qilinglar. Tekislikni parallel ko'chiramiz. Mana shu joyga. Mana bu masofalar hammasi 2 ga teng bo'ladi. Bu masofani x deymiz. Mana bu masofa 5 qoladi bizda. Mana shu joyda uchburchak o'xshashligini olishimiz mumkin mana. 5 ni x ga nisbati mana bu x emas y deb yozib qo'yishim kerak ekan, chunki bu nisbat bilan bir xil bo'lib qolmasin. Buni y desa, 5 ni y ga nisbati gipotenuza katta uchburchakda 5, uni 3 ga nisbati bo'ladi. Shunda y-imiz ko'rinib turibdi, 3 ga tengligi. Ya'ni mana bu 3 ga teng bo'lsa, endi S dan mana bu S1 gacha bo'lgan masofa 5 bo'ladi. Javobimiz B. 25-savol. Qopchada har biri 8 tadan moviy va qizil sharlar bor. Har biri 8 tadan. Ketma-ket olingan 2 shardan ikkalasini ham moviy bo'lish ehtimolligini toping degan. Demak, bizda 8 ta moviy, 8 taqsim 16 ta sharimiz, chunki ikkita rangdagi bir xil sondagi sharlar. Endi birinchisiga mana moviy chiqish ehtimoli 8 taqsim 16. Ikkinchisiga birinchisi moviy chiqqan uchun sharlarimiz 7 ta qoldi. 7 ta imkoniyat bor. Umumiy imkoniyatimiz ham bittaga kamaydi, 15 bo'ldi. Bu bilan bu qisqarsa 1 taqsim 2 bo'ladi va bu 7 taqsim 30 ga teng. Xo'sh, 26-savol. A, B, C turli tub sonlar bo'lsa, ko'paytmani eng kichik qiymatini toping debdi. Eng kichiklarni olamiz. 2, 5 va 7 bo'ladi. Ayo, 3imiz ham bor. 3, 10, 30 bo'lar ekan eng kichigi. 27-savol. Koordinatalar sistemasida OE va OF vektorlar tasvirlangan. Mana OE va OF vektorlar skalar ko'paytmasini toping. Biz buni skalar ko'paytmasini topishimiz kerak. Har bitta katak bir birlik berilgan. Shunda OE ko'paytirilgan OFni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz burchaklardan foydalansak ham bo'ladi. Mana men burchakni alfa deyman. Bu burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, bizda formula bor. Kosinus alfa teng OE va OF skalar ko'paytmasini uni uzunliklariga ko'paytmas. Aynan birlik katakchalar berilgani uchun mana shu yo'ldan foydalansak bo'ladi. Xo'sh, uzunliklarni topib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekan. 7 birlik bu. Mana bu bo'lsa 4 birlik. Shunda uzunligi 28 plus 16 28 ga 16 qo'shsak OE ni moduli. Biz ostida
44 bo'lar ekan. 2 ildiz ostida 11 desak ham bo'ladi. OFni uzunligi bo'ladigan bo'lsa, ildiz ostida mana bu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta, bunisi 3 ta. 81 plus 9. 90 3 ildiz ostida 10 desak bo'ladi buni. Endi burchakni qanday topamiz? Mana bu joydan bitta balandlik tushirsak. Balandlikda muammo bor. Balandlik ham shart emas. Mana bu tomonni birlashtiramizda. Bizga balandlik kerak emas hozircha. Bu tomon birlashtiradigan bo'lsak, mana bu tomon uzunligini bu qismdan bilishimiz mumkin. Chunki 1, 2, 3, 4, 5 ta 1, 2, 3, 4 ta mana. Bu 5, bu 4. Shunda xo'sh 25, 16. 41. Mana bu ildiz ostida 41 ga teng. Kosinuslar teoremasdan foydalansak ham bo'ladi. Kosinuslar teoremasdan foydalanadigan bo'lsak, ildizda 41 kvadrat 41 teng bo'ladi. Mana bu sonligi 44 plus 90 minus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 44 ko'paytirilgan ildiz ostida 90 xo'sh ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus alfamiz teng bo'ladi. Bundan ayiradigan bo'lsak 3 93 taqsim 2 ko'paytirilgan 44 ildiz ostida 90 bo'ladi. Endi mana bu joyda bizni skalar ko'paytmalarni topishimiz uchun OE ko'paytirilgan OFni topish uchun kosinus alfani, ya'ni mana buni uzunliklari ko'paytiramiz. 93 taqsim 2 ildiz ostida 44 ko'paytirilgan ildiz ostida 90. Endi buni nimaga? Mana bu proporsiya bo'lib o'tadi. Uzunligiga ko'paytiramiz. Uzunligi bizda ildiz ostida 44, ildiz ostida 90 ga teng edi. Bular qisqaradigan bo'lsa, 93 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Skalar ko'paytma. Skalar ko'paytmasini 93 taqsim 2 bizda necha bo'ladi? Bu javob keltirilmagan ekan. Hisoblashda to'g'ri bajardikmi? Bu minus bo'lib o'tadigan bo'lsa 3 qoladi, 93 bo'ladi. Yechimimiz 93 taqsim 2 bo'ladi. Bu javob keltirilmagan ekan. Bitta tekshirib chiqamiz hisoblashimizni. Bu 44 bo'ladi. Mana bu 81 plus 9 90 ga teng bo'ladi. To'g'ri, hisoblashda to'g'ri bajarildi. Mana bu variantlarda keltirilmagan ekan. Javobimiz 93 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 28-savol. Kvadratni tomoni 8 bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Diqqat qilinglar. Mana bu qism ayni mana bu qism bilan bir xil bo'ladi. Aynan bir xil. Bu qism bo'lsa, bunisi bilan bir xil. Shunda bizda kvadratni 4 dan 1 qismi
bo'yalgan. Kvadratimiz 8 bo'lsa, uni yuzasi 64, uni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 16 bo'ladi. 4 dan 1 qism. 29-savolimiz A dan B ga boruvchi eng qisqa yo'llar soni nechta? A dan B ga boruvchi eng qisqa yo'llar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Ya'ni 4 ta, bunaqasiga 6 ta ekan. Umumiy 10 ta yo'l, bunaqasiga 6 ta, bunaqasiga 4 ta kombinatsiya bo'lgani uchun bizda yoki 10 dan 4 yoki 10 dan 6 olishimiz mumkin. Bu kelasi bir xil yechim bo'ladi. 10 faktorial taqsim 10 minus 6 4 faktorial 6 faktorial. 7, 8, 9, 10 bo'ladigan bo'lsa, taqsim 4 faktorial 24 ga teng. 24 ga teng. Bu bilan bu qisqaradi 8 ga, 3 qoladi, 3 bilan 9 qisqaradi, 3 qoladi. 210 ga teng bo'lar ekan. Mana D javobimiz. Oxirgi savolimiz to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi 9 ga va o'tkir burchak 15 gradusga teng. Uchburchakning medianalar kechish nuqtasidan gipotenuzagacha bo'lgan masofani toping. Medianalar kechish nuqtasidan gipotenuzagacha bo'lgan masofa. Xo'sh. Medianalar. besh gradusga teng ekan o'tkir burchagi. Mana shuni topishim kerak. Diqqat qilamiz. 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda bitta xossa bor. Agar o'tkir burchak 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, gipotenuzani balandligi h desak, buni qanaqadir x deb belgilab olsak, gipotenuzamiz bizda s desak, mana bu gipotenuzani 4x bo'ladi. Xo'sh, shunda balandlikni gipotenuzaga ko'paytirib 2 ga bo'lsam, bu 9 ga teng ekan. Unda x kvadratimiz teng bo'ladi. 2 ga ko'paytirsa, bu bilan bu qisqarsa, ikki ko'paytiraman 18. 18 taqsim 4 bo'ladi. X'imiz teng bo'ladi 3 ilzostida 2 taqsim 2 ga. Burchak yuzasi 9 ga teng. Mana shu. Hop, endi bizga x'imiz topib oldik. X'imiz mana bu 2x 4x deb belgilasak, bu 2x bo'ladi mediana kesishgan uchun. Shunda 2 ga ko'paytirasam, bu 3 ilzostida 2, bu ham 3 ilzostida 2 bo'ladi. Mediana gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzaning teng 2 ga bo'ladi va o'zi ham shu bo'laklarga teng bo'ladi degan xossani yuqorida gaplashdik. Va medianalar kesish nuqtasida teng 2 ga bo'linadi degan xossamiz bor. O'sha teng 2 ga emas, 2/1 nisbatda. Shuning uchun bu 2 ilzostida 2 bo'ladi, bu ilzostida 2 bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu 15 gradusga teng. Balandlik tushirdik. Ilzostida 2 ga teng bo'ldi mediana. Xo'sh, mana bu qismda 75 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu to'liq mana bu teng yonli 75, bu ham 75 bo'ladi. Unda mana bu burchagimiz 15 gradusga teng bo'ladi. Bu 75 bo'ladi. Teng yonli bo'lib qoldi-da. Mana mediana bilan bu bo'laklarimiz teng bo'lgani uchun. Xo'sh, undan kelib chiqadigan bo'lsak, mana bu burchagimiz 15 bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz 30 gradusga teng bo'ladi. Endi 30 gradusli burchak qarshisida katta, gipotenuzaning yarmiga teng.
gipotenuzamiz ildizli 2 bo'lsa, mana bu y masofamiz uning yarmiga teng bo'ladi. Ildiz ostida 2 taqsim 2 bo'ladi. Bu javob C to'g'ri kelar ekan. Mana sizlar bilan 1 soat davomida asosiy blok variantini tahlil qilib chiqdik. Foydali bo'lgan bo'lsa, bu sizlar uchun qo'llab turasizlar. Xudo xolasa, bu sizlarning qo'llashinglar keyingi videolari chiqarishimizga kuch bo'ladi, yordam bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.